bilan yig'ishtir bo'ldim. Hamma joy top-toza, yoq tusi yalagudek qilib tozaladim. Lekin uydagi eng kir narsa endi o'zimman. Bu holat, конечно, bitta manda emas, любой kelinkalarda bo'ladi. Hali yag'irim chiqib ulgurmadim, lekin shunga qarab ketyapman. Sababi generalniy уборка boshladim. Generalniy уборкani faqat ko'pirtirib yuvadigan narsalarimni obzor qilishdan boshlayman. Bular bilan hozir chirraylik уборка qilamiz. Shu yerda ko'rsatgan 10 kilolik parashogimni olsanglar, 1,5 kilolik parashokni tug'ib berar ekan. Ya'ni bon. уборка qilaverib, kiyiminglarni ham, o'zinglarni ham dabdalinglar chiqib qolganda mana shunaqa granolalarga yuvorsanglar, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'sha trendga chiqayotgan parashokni ochib ko'rdim. Ichida erilardan olmagan gullar chiqib kelar. Qani ketdik, endi negativchilarimni g'ashaga tegib, hamma joyi ko'pirtirib yuvamiz. G'ashaga tegib deganimning sababi bir xil negativchilar direktimga yozib yorishadi. Namuncha ko'pirtirib yuvorasiz deb, nima qilib tuflab yuvaymi? Endi qiyshaygan, yig'lagan, kulgan har xil betimizni ko'radigan oynamizni ham qalbimga o'xshab kristalni qilib yaltiratib qo'ydim. Endi shu narsalarni taqir-tuqur qilib joylab olamiz. Butun boshli uyimizdagi eng yaxshi ko'rgan tochkam aynan shu bo'ladi. Sababi o'tda mana ko'pirtirib yuvadigan narsalarim turadi. Sizlarga bitta cho'tki maslahat beraymi. Agar sizlarga eriylar umuman gul bermasa, mana shu parashokdan olib bering deb aytinglar. Ichidan bitta emas, mingta guli chiqadi. Ham parashokli, ham gulli bo'lasizlar. Bitta o'q bilan ikkita quyonni taqillatib urgan bo'lasizlar. Bitta parashokni joylaguncha hamma joyi rasvo jahonini chiqarib to'kib tashladim. Bolalarimdan umuman xafa bo'lmasam ham bo'ladi. Aytgancha hamma parashoklarni, mo'yshi stressorlarni faqat shu parashok original nomer azim profilidan olaman. Kirib ko'rsanglar, juda ham narxlari arzon, lekin shu narxi arzon narsalarni ham ustiga skidkali qiladi. Xullas, men strelkani ham tekin tozalab yudim. Ichidan chavolar chiqib keldi. Qo'rqib ketibman. Erimiz sportivkalarini yo'qolgan zamogini yutib olgan ekan bu palaka. Endi bo'lsa osmonlarda parvoz qilib turadigan shu tualetni tozalaymiz. Lekin kimdirlar uchun bu taxtaramon soatlab o'tiriladigan eng udobniy joy hisoblanadi. Kimdir shunaqa kommentariyaga yozib yuboringlar. Menimcha qizlar hozir xayolimizga faqat bitta odam keldi, to'g'rimi? Xullas, tualetga ham uxodlarni qilib bo'ldik, parfyumlarni tiqib qo'ydik. Endigi navbat bo'lsa pol artishga, finishga ham yetib keldik. Negativchilarimni qo'yniga o'xshagan qop-qora kafilimni ham yiltiratib artib qo'ydim. Keyingi reelsada ko'rishguncha hammaga xayr. Parashok profiliga obuna bo'lish esinglardan chiqmasin.